Qarab. Aminzoda boshlab bering. Birinchi ishtirokchi Aminzoda, marhamat kutib oling. Bu loyiha Mardu maydon, Mardlar maydonida silanadi. Hozir biz sanaqaga Aminzoda bilan ishlaymiz. Jingalar sochlar bejiz emas. O'shanga qarab kayfiyat bilan nima deyish mumkin? Xudo xolasa. Kechayi maza qilib shu bo'ldimi? Fayz bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Küydüm yavrum ey vay Huşroy bunca huşroy seni gözü ey yar Huşroy bunca huşroy seni gözü ey yar aytgan sözünden kaytma bergen bedenden kaytma sevaman seni man aytgan sözünden kaytma bergen bedenden kaytma sevaman seni man mazalıdır seni sözü ey yar mazalıdır seni sözü ey yar aytgan sözünden kaytma bergen bedenden kaytma sevaman seni man aytgan sözünden kaytma bergen bedenden kaytma sevaman seni man Aminzoda alqishlab qo'yamiz Aminzoda. Farruh Zokirov jamoasi. Mana plakatlarga alohida rahmat. Xuddi hokimiyatdan tarqatilganga o'xshaydi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Keling, birinchi bo'lib men bu fursatni ancha kutdim. Birinchi bo'lib Shohruxxondan eshitamiz, marhamat.
Xuddi bir Navruz bayrami boshlangandek his qildim o'zim. Ha, yashang. Maqsad shunaqa edi. Bir bayram boshlandi. Boshida bir Navruz bayramiga kirish qismidagi boshlanib, keyin bir boshqa narsaga aylanib ketdim. Men sozandalarga rahmat aytmoqchiman. Rahmat. Rahmat sizlarga. Bizga ham shunaqa qilib bersanglar bo'lardi. Lekin haqiqatda boshidan garmoniyalardan boshlab, keyin u yog'i saundlar juda ham hamma svideniyalarigacha rahmat. Bu bayram uchun rahmat. Katta rahmat sizga ham. Shohruxxon olqishlab qo'yamiz. Anvar Jo'rayev, marhamat. Juda zo'r chiqish bo'ldi. Juda ham o'zgacha, ayniqsa mana bu Shevada zo'r chiqdi. Energetikaga ham gap yo'q. Energetika juda muzikantlarimiz endi bu eng zo'rlari bu yerda. Rahmat. Juda ham zo'r energetikani berishdi. Shu sizni o'sha energetikangizga yarasha hammasi zo'r bo'ldi. Rahmat sizga. Olqishlab qo'yamiz Anvar Jo'rayev. Sizlar hammaga bir xil chalyapsizlar-ku, to'g'rimi? Ha? Okey, qaranglar. Men-ku farqiga bormayman. Davom etamiz. Nasiba Abdullayeva, marhamat, siz fikringiz. Men Aminzodani boshqacha repertuar, boshqacha yo'nalishda taniyman. Ochig'i kutmagan edim. Rahmatli Davron G'ayipov, Davron akani ijrolarida eshitganmiz ko'p bu qo'shiqni. Ayniqsa mana bu naqorat paytida tonalisi o'zgarib turgani, modulyatsiya bo'lib qaytib kelinganiga maza qildim. Bunaqa qirralaringizni bilmagan edim. Rahmat. O'zi lekin ajablanadigan joyi yo'q. Katta ustozni guruhida ishlagan, chiqqan ijrochilar o'shanga yarasha bo'ladi. Rahmat, rahmat. Tilingizga shakar. Katta rahmat sizga va jamoa ustozi Farruh Karimovich, marhamat. Men bir narsaga alohida xursand bo'lganim, mana ukajonim Shohruxxon aytdiki, bayram boshlanganday bo'ldi. Bu hali o'sha gap, mana shu loyihani maqsadi, shu tomoshabinlarga, shu muxlislarga shu bayram qilib berish. Repetitsiya jarayonlarida endi texnik tomonlarga qarab o'shaga e'tibor berdik. Ovozi bor, juda katta ovozga ega bo'lgan Aminzodani, lekin bir shu bir narsa qilaylikki, bu qo'shiq bir qandaydir konsert bezagi bo'lsin degan. Besh ketdim, qo'yilgan maqsadga erishdik. Boshlanish yomon bo'lmadi. Menga yoqdi zo'r. Mana shu gapingizni o'zi men uchun katta mukofot. Albatta qatnashchilarga ham bor. Aminzoda, omad yor bo'lsin. Katta rahmat sizga Aminzoda, marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin.